Xalq deputatlari Namangan viloyat kengashining navbatdagi 20-sessiyasi bo'lib o'tdi. Unda doimiy komissiyalar tomonidan sessiya kun tartibiga kiritilgan 7 ta masala muhokama qilindi. Muxbirimizning hozirgi reportaji shu xususda. Sessiyani Xalq deputatlari viloyat kengashi raisi Solijon Mo'minov olib bordi. Sessiyada Oliy Majlis Senat a'zolari, deputatlar, viloyatdagi boshqarma va tashkilotlarning mutasaddilari, ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdilar. Dastlab O'zbekiston davlat madhiyasi ijro etildi. Deputatlar sessiya kotibi, kun tartibi va reglamentini tasdiqladilar. Sessiya kun tartibidagi birinchi masala Namangan viloyatida xavfsiz muhitni shakllantirish, davlat va jamiyat xavfsizligiga to'g'ridan-to'g'ri tahdid solayotgan uyushgan jinoyatchilik, narko jinoyatlar, kiber jinoyatlar hamda yashirin iqtisodiyotning oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar yuzasidan viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari, jamoat xavfsizligi xizmati boshlig'i Azimjon Bozorov bu yo'nalishda prezidentimiz raisligida Toshkent shahrida bo'lib o'tgan xavfsiz muhitni shakllantirish hamda jamoat xavfsizligini samarali ta'minlash bo'yicha namunaviy amaliyotni tashkil etish chora-tadbirlari yuzasidan o'tkazilgan video selektor yig'ilishda belgilab berilgan ustuvor vazifalar ijrosi yuzasidan ishlab chiqilgan yo'l xaritasi, undagi 8 yo'nalish bo'yicha maqsadlar haqida axborot berdi. Mazkur masala deputatlar tomonidan qizg'in bahs, munozara va savollarga boy bo'ldi. Shundan so'ng mazkur masala yuzasidan qabul qilingan qaror loyihasi ayrim qo'shimcha o'zgartishlar bilan tasdiqlandi. Ushbu masala albatta sessiya oldidan doimiy komissiya a'zolari tomonidan ko'rib chiqilgan hamda sessiya kun tartibiga ham kiritildi. Ushbu masala yuzasidan 14 tumanlarga belgilangan yo'l xaritalari ham ishlab chiqilgan. Ushbu masala deputatlarimiz tomonidan qizg'in muhokamalarga sabab bo'ldi. Barchamiz bu borada faol ishtirok etdik. Viloyat adliya boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari Ulug'bek Ismatullayev o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalari hamda ularga qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risidagi masala bo'yicha axborot berdi. Deputatlar bu boradagi ishlar asosan e'tirof elektron platformasi asosida olib borilayotgani, aholi tomonidan bildirilayotgan murojaatlarni ko'rib chiqishda noto'g'ri ma'lumotlar kiritilayotgani va ularni bartaraf qilishda joylarda keng targ'ibot ishlarini olib borishlari haqida ham to'xtaldilar. Shundan so'ng viloyat iqtisodiyot va moliya boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari Zafar Mo'minovning Namangan viloyati byudjetining 2026-yil boshida aniqlangan erkin qoldiq mablag'larini yo'naltirish, bu borada xalq deputatlari Namangan viloyati kengash tomonidan qabul qilingan qarorga o'zgartirish kiritish, mahalliy davlat hokimiyati organlari vakolatlarini kengaytirish orqali ularning moliyaviy mustaqilligini ta'minlash maqsadida viloyat hokimligi huzuridagi jamg'armalar va byudjetdan tashqari hisob raqamlardagi mablag'larning bo'sh turgan qismini depozitga qo'yish, yo'l bo'yi infratuzilmasini tartibli tashkil qilish hamda ekologik turistik zonani barpo etish maqsadida ishlab chiqilgan master rejalar uchun viloyat hokimligi huzuridagi tadbirkorlik infratuzilmasini rivojlantirish jamg'armasi hisobidan mablag' yo'naltirish to'g'risidagi masalalar yuzasidan ma'ruzasi tinglandi. Sessiya kun tartibiga kiritilgan Namangan viloyat byudjetining 2026-yil boshida aniqlangan qoldiq mablag'larini yo'naltirish to'g'risidagi masala muhokama qilindi. Ma'ruzada berilgan takliflarni biz deputatlar bir ovozdan ma'qulladik. Deputatlar Xalq deputatlari viloyat kengashi huzuridagi kompensatsiya komissiyasi tarkibi va uning reglamentini ham tasdiqladilar. Sessiyada ko'rilgan masalalar yuzasidan tegishli qarorlar qabul qilindi. Shuning bilan Xalq deputatlari Namangan viloyati kengashining 20-sessiyasi o'z ishini yakunladi.